Nom hammaga. YouTube kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoda biz 2026 yilgi qora rangdagi Cadillac Escalade EQ haqida batafsil ma'lumot beramiz. Agar siz zamonaviy texnologiyalar, va kuchli elektr avtomobillarga qiziqsangiz, ushbu video siz uchun. 2026 Cadillac Escalade IQ. Cadillac kompaniyasining to'liq elektr quvvatida harakatlanadigan eng hashamatli va ilg'or SUV modellaridan biridir. U General Motors'ning Ultium platformasida ishlab chiqilgan bo'lib, zamonaviy dizayn, yuqori unumdorlik va ilg'or texnologiyalarni birlashtiradi. Qora rang esa ushbu avtomobilga yanada salobatli, sport uslubidagi va premium ko'rinish bag'ishlaydi. Avtomobilning tashqi ko'rinishi juda zamonaviy. Old qismida katta yoritilgan Cadillac emblemasi va LED chiroqlar joylashgan. Vertikal kunduzgi chiroqlar, aerodinamik kuzov shakli, yashirin eshik tutqichlari va yirgin 4 dyumli yirik g'ildiraklar unga o'ziga xos ko'rinish beradi. Qora rang kuzovning nafis chiziqlarini yanada ajratib ko'rsatadi. Ichki salon haqiqiy premium darajada yaratilgan. Yuqori sifatli charm, yog'och va metall bezaklar, qulay o'rindiqlar hamda keng ichki makon har bir yo'lovchi uchun yuqori darajadagi qulaylikni ta'minlaydi. Old panel bo'ylab joylashgan taxminan 5 dyumli ulkan displey haydovchi va old yo'lovchi uchun barcha zarur ma'lumotlarni taqdim etadi. Tizim multimedia, navigatsiya, avtomobil sozlamalari va boshqa ko'plab funksiyalarni boshqarishga imkon beradi. Escalade EQ kuchli 2 elektr motor bilan jihozlangan bo'lib, to'liq g'ildirakdan tortish tizimiga ega. Umumiy quvvati taxminan 7 Vision o't kuchigacha yetadi va maksimal aylanish momenti juda yuqori. Maxsus Velocity Max rejimida avtomobil 4 km/soat tezlikka taxminan 5 soniyadan kam vaqt ichida erisha oladi. Batareya sigimi katta bo'lgani sababli avtomobil bir marta to'liq quvvat bilan taxminan 740 kilometrgacha masofani bosib o'tishi mumkin. Tezkor quvvatlash stansiyasida qisqa vaqt ichida yuzlab kilometr masofa uchun yetarli energiya olish mumkin. Bu esa uzoq safarlar uchun juda qulay, haydash qulayligi ham yuqori darajada. Adaptiv havo osmasi yo'l sharoitiga qarab avtomobil balandligini avtomatik o'zgartiradi. Magnit amortizatorlar notekis yo'llarda ham yumshoq harakatni ta'minlaydi. 4 g'ildirakni boshqarish tizimi burilishlarda manevr qilishni osonlashtiradi va tor joylarda avtomobilni boshqarishni yengillashtiradi. Xavfsizlik borasida ham Escalade IQ eng zamonaviy imkoniyatlarni taklif qiladi. Avtomatik favqulodda tormozlash, piyodalarni aniqlash, yo'lakni kuzatish va ushlab turish, ko'r nuqta nazorati, adaptiv kruiz nazorati, 360 darajali kamera, to'qnashuvning oldini olish tizimlari hamda Cadillac'ning mashhur Super Cruise haydovchiga yordam berish texnologiyasi mavjud. Ushbu tizim mos yo'llarda qo'llarni ruldan olib harakatlanishni qo'llab-quvvatlaydi. Biroq haydovchi doimo yo'lni kuzatib turishi kerak. Bagaj hajmi ham juda katta. Orqa yukxona bilan birga old qismdagi qo'shimcha yuk bo'limi ham mavjud bo'lib, sayohat yoki oilaviy foydalanish uchun keng joy taqdim etadi. 3 qator o'rindiqlar katta oilalar uchun ham juda qulay hisoblanadi. Multimedia tizimi yuqori sifatli ovoz tizimi, simsiz Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi mavjud bo'lgan bozorlarda. Bluetooth, nechta USB-C portlari, simsiz quvvatlash paneli va internetga ulanish imkoniyatlarini taklif qiladi. Salonning LED ambient yoritgichi kechki vaqtda yanada hashamatli muhit yaratadi. 2026 Cadillac Escalade IQ hashamat, kuch, elektr texnologiyasi va zamonaviy dizaynni mukammal uyg'unlashtirgan premium SUV hisoblanadi. U uzoq masofa bosib o'tish imkoniyati, kuchli tezlanishi, keng saloni va ilg'or xavfsizlik tizimlari bilan o'z sinfidagi eng e'tiborga loyiq elektr yo'l tanlamaslardan biri sanaladi. Ayniqsa qora rangdagi versiyasi nafisligi, salobati va zamonaviy ko'rinishi bilan ko'plab avtomobil ixlosmandlarini o'ziga jalb qiladi. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang va har kungi yangilanishlarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha belgisini ham bosing.